Farg'ona shahridagi Aziya mehmonxonasida Agrar soha ayollar uyushmasi Farg'ona viloyati bo'limi tomonidan Do'stlik ko'priklari loyihasi doirasida davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari uchun davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda Farg'ona viloyati hokimligi, Quvasoy shahar, Beshariq tumani oila va xotin-qizlar bo'limlari, Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi vakillari, viloyatda faoliyat olib borayotgan davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ishtirok etdilar. Ushbu davra suhbati Nemis xalq universitetlari assotsiatsiyasi va Farg'ona viloyati Mehrjon ayollar va bolalar markazi hamkorligida Yevropa ittifoqi hamda Germaniya iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot federal vazirligi tomonidan moliyalashtirilayotgan birgalikda sa'y-harakatlar bilan Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish sari loyihasi asosida tashkil qilindi. Tadbir avvalda loyiha doirasida tashkil qilingan Bizning birdamligimiz xilma-xillikda marafoni g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Bu loyihani ko'rib men juda ham qiziqib qoldim. Bunga anchadan emas o'zi qiziqish bo'lganligi uchun shu loyihani yoritib berishga harakat qildim va o'z ijodimdan do'stlik mavzusida ranglar bilan ishladim va buni juda ham yaxshi baholashdi. Eng yaxshi ish sifatida, yoritib bergan ish sifatida taqdirlashdi. Tadbir davomida grant tanlovida g'olib bo'lgan 6 ta nodavlat notijorat tashkiloti Agrar soha ayollar uyushmasi Farg'ona viloyati filiali, Ziyonur salomatlik ekologiya yuksak salohiyat nogironlar jamiyati Quvasoy shahar bo'limi va Azm tafakkur nodavlat notijorat tashkilotlari o'z loyihalarini taqdim etdilar. Davra suhbatining asosiy maqsadi Farg'ona viloyatida faoliyat olib borayotgan davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarning o'zaro faolligini rivojlantirish va undan tashqari bu yerda bugun 6 nafar nodavlat notijorat tashkilotlar ijtimoiy grantlarni olishga muvaffaq bo'lishgan va 5 oy davomida Farg'ona viloyatida ular Beshariq tumani, Quvasoy shaharlarida chekka hududlarda, ya'ni qishloqlarda faoliyat olib borishadi. Buning natijasida Farg'ona viloyatida 2000 dan ziyod ayollar, yoshlar, xotin-qizlarda ijtimoiy ahvollari yaxshilanishga va ularda ijtimoiy faolligini oshirishda, undan tashqari millatlararo totuvlikda, bag'rikentlikni ko'maklashishga yordam beradi. Tadbir davomida hamkor tashkilotlar tomonidan loyihalarni samarali ishlash va uni amalga oshirish bo'yicha takliflar bildirildi va o'zaro hamkorlikda amalga oshiriladigan tadbirlar bo'yicha kelishib olindi.